$100 Napoleon retseptini qo'yganimda ishonmasdan ancha muhokamali qilingan edi. Mana sizlarga $100 arziydigan fistashkoviy Napoleon retsepti. Toza sariyog'ga un solib kroshka qilamiz. Keyin suvga tuxum sarig'i kususni solib, kroshkali massamizga suvli massani solib, xamirni chala qorib, strechka o'rab muzlatib olamiz. Muzlagan xamirimizni 2 marta konvert shaklida ochib 8 ta zuvlaga bo'lamiz. Keyin bo'lsa gaz pechida oldin baland, keyin past gradusda pishirib olamiz. Endi kaliy sutdan krem tayyorlaymiz. Sutga tuxum sarig'i, un, shakarni solib, quyilguncha aralashtirib, quyilgandan keyin vanilniy, fistashkoviy pasta va sariyog'ni solib blender qilib olamiz. Xuddi shunaqa idealniy krem bo'ladi. Mazali chiqish uchun yaxshi sifatli sariyog'ni solinglar. Oralariga krem, konfi va krem qilamiz. 2 marta konfi qildim va ustiga urvog'ini sepib mevalar bilan yasatib olamiz. Juda ham mazali chiqadigan bu Napoleon retseptini to'liq gramajlarini olish uchun Telegram kanalimga ulanib oling.